Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Yemlarimiz mana. Bu yerda tibir degan yemimiz. Suyagini ham bor, balog'ini ham bor, semichkani maydalangani ham bor, bug'doy, arpa, makkani maydalangani. Shuni bir 14 xil 15 xilga yaqin yemimiz. Keyin bu yerdagisi kepak. Tegirmondan chiqqan bug'doy kepagi. Keyin bu yerda mana dalada boyagi bug'doyni tagi qoladi-ku. Shu bug'doyni tagi ichida buni hamma narsasi bor, arpasi ham borki, har xil bilan buni aralashtirib olaman. Keyinsiga masalaga hozir juda ko'p odamni qish bo'lgani sababidan tovuqlar xirillashni boshlaydi. Xirillashi oldini mana shunday mana har safar ko'rsatib o'taman. Sultprem degan parashogimiz. Keyinsiga mana bu yerda yana bitta parashogimiz bor. Bu parashog sababi buni ichida sultprem ham bor. Keyinsiga tovuqlar ham ichida har xil nimasi ham bor-da, boyagi vitaminlik narsalari ham bor. Shamollashga olib bormaydi, tovuqlarni ichki tisidan yaxshi qiladigan, даже katta serlarga ham bo'ladi. Otini ko'rib olsalaring. Parashog bu ham hozir buni ham qanday qilib qo'shilishni hozir sizlarga ko'rsatib berib o'tmoqchiman. 1 minutga hozir pauza qilib turib. O'zi 12 milligram 12 litr suvga endi katta qoshiqda bo'ladigan bo'lsa 3 ga bo'lib turib 1 litr suvga yaxshilab aralashtirib olamiz. Hozir men bunga boyagi sultpremni dorini ham aralashtirib oldim. Endi yemiga aralashtirib bermoqchiman. Sultpremni o'zi yaxshisi nima bilan bergan yaxshi, suvini o'ziga qo'shib bergan yaxshi. Agar yemiga qo'shib bermoqchi bo'lsalaring, parashog'ni qo'shib berasizlar. Qog'ozdagi parashog'ni hozir ko'rsatganimni. Buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Chunki boyagi do'rda bo'lgani qolib ketmas kerak. Shuning uchun iloji boricha xirillagan tovuqqa sovuq suv bermash kerak. Iloji boricha iliqroq suv berish kerak. Sovuq suv bersalaring xirillagani qolmaydi. Chunki xirillash bu tomog'ini og'riganidan kelib chiqadi. Shuning uchun iloji boricha iliqroq suv qilib mana betida qolib ketyapti do'rdalari. Mana shularni iloji boricha shoshmasdan eritib olish kerak. Bor nimaslari mana shuni ichida. Tovuqlarni organizmiga kirib ketadigan vitamin. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shu katta qoshiqda bo'ladigan bo'lsa 3 ga bo'lib turib solib yaxshilab aralashtirib olib, keyinsiga bundan misol uchun hozir menda 2,5 kilo yem, 2,5 kilo yemga yarim litrini aralashtiraman. Yarim litrini soldim, yarim litrini krishkasini yopib, shu o'zini shundaycha qo'yaman, tovuqlar o'zi ichoradi. Hozir aralashtirib olib, yana ko'rsataman sizlarga. Yemimizni aralashtirib oldim, mana shu ko'rinishda mana. Suvni toza ko'pam solib olmaysizlar. Toza qavam bo'lmas kerak, quruq bo'lmas kerak. Yaxshilab aralashtirib olib, hozir menda 40 ta tovuq bor, 40 ta tovuqqa mana shunday qilib har bittasiga idishiga solib beraman. Tovuqlar bezatkaz yaxshi yeydi. Xudo xolasa atkaz yo'q. Tovuqlar vaksinadan chiqib bo'lgandan keyin xudo xolasa tuxum yaxshi qiladi. Bugun ham tuxum oldim 2 ta, hozir qilganmi yo'q bilmayman. Joyi qorong'i ekan. Yo'q, tuxum qilmabdi. Bir kunga bitta 2 ta tuxum qilib turibdi aka. Vaksina bo'lgani uchun vaksina urilgandan keyin obязательно 15 kun 20 kun davomida qilmaydi tuxum. Tuxumdan chiqib ketib qoladi. Solib qo'ydim mana tovuqlar. Mazza qilib yeyapti hozir. Tepadagilarga ham solib beramiz. Tepadagilarda yemi bor mana. Tepadagilar yegisi kelsa yeydi. Yegisi kelmasa yemaydi mana. Kamini solamiz bo'ldi tepadagilarga. Tepadagilar legorinlarimiz. Kechroq svetlarni yoqib qo'yaman endi.
naryoqda tavuqlarga ketamiz. Tavuqni olib olamiz. Ketdik. Pasta 6 ta tavuq, 2 ta xo'roz, tojjon koreyskilar. Keyinsiga 17 ta tavuq bilan bitta xo'roz ham bor. Hozir endi ichkarida tojjonlarga solib beramiz kamini. Tojjon koreysk tojjonlar. Hozir bular ham bir kun tuxum qilib, bir kun qilmayapti. Chunki vaksina urgandan keyin aytganimdek 10 kun, 15 kun tuxum olmaymiz. Любой tavuqni vaksina qilsalaring 15 kun davomida tuxumdan chiqib ketib qoladi. Sababi vaksina kuchli dori, shu uchun tavuq tuxum qiladigan tavuqni ham riski to'xtatib tashlaydi. Xo'rozlar o'sha tavuqlarni bosishni boshlagan. Vaksinadan chiqib olgan tuxum qilgandan keyin inkubatorga qo'yadigan bo'lyapti o'sha tuxumlarni. Tojjonlarimiz. Hozir endi bu yerda oqlarimiz, ligorlarimiz. Hammasi yemga qarab turibdi hozir. Yemni olib kirib qo'yishim bilan napadiya boshlanadi yemga. Bularga oxirgi yanini shu uchun tavog'i bilan qo'yaman. Hozir endi bularga tavog'i bilan qo'yamiz. Bularni ham tuxumini yig'ishtirib oldim. Hozir endi suvlarini berib, kechqurun soat 11 ga yaqin pechkasini yoqib qo'yaman, atrobotka pechkani. Shu bitta to'ldirib qo'yganim 2,5 soat, 3 soatga yetyapti. Tavuqxonani ichi ertalabgacha issiqqina yotibdi, tavuqlar ham issiqqina yotibdi hozirgi paytda. Tavuqlar sog'lom. Shu bitta kasal tavuq bor edi. Davolab yurdim. 5 kun davoladim. Ko'zlari yaxshi bo'ldi-yu. Og'zidagi yaralari to'kildi. To'kilishi bilan tavuq o'zi ligorni tavuqlar 2 kilogacha bo'ladi. Yarim kilo ham besi qolmay oxiri tavuqni chidamay o'lib qoldi. Bu yerdagi ligorlarimiz hammasi sog'lom. Bugun ham 2 ta tuxum oldim bulardan. Xudo xolasa tavuqlarimizni boqilishi yaxshi, o'sishi yaxshi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kanaldan uzoqlashmanglar.